Kitobxonlik haftaligi doirasida yoshlarimiz o'rtasida savol-javob o'tkazishni rejalashtirdik. Qani ketdik. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bobur kutubxonasiga a'zomisiz? Qancha yillardan? Oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? Oxirgi o'qigan kitob belgilangan do'stlar ta'sir o'tkazish. Yaxshi. Yana bitta savol beraman. Otabek va Kumush qahramonlari qaysi asarda keltirilgan? Yaxshi, rahmat. Kitob hamisha hamrohingiz bo'lsin, kitob do'stingiz bo'lsin. Rahmat. Shahringizdagi eng katta kutubxona qayerda joylashgan, bilasizmi? Oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? Kimni nomi bilan atalgan viloyat kutubxonasi? Kutubxonaga a'zomisiz? Yo'q, a'zo bo'lishingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Kutubxonamizga xush kelibsiz. Siz bilan ozgina savol-javob qilamiz. Bobur kutubxonasiga a'zomisiz? Albatta. A'zosiz. Oxirgi o'qigan kitobingizni aytib bera olasizmi? Albatta. James Rubining qalamiga mansub bolakay nidosi asarini mutolaa qilib chiqdim. Aynan shu yerda. Andijon viloyatidagi eng katta kutubxonamizga qaysi buyuk shaxsning nomi berilgan? Bobur Zahiriddin Muhammad Bobur. Otabek va Kumush qaysi asar qahramonlari? O'tgan kunlar. Sizga esdalik sovg'amizni beramiz kutubxonamiz nomidan. Katta rahmat. Bo'sh vaqtingizda mutolaa qilasiz. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hadichaxon, siz kutubxonamizga qanchadan beri a'zosiz? 1 yildan beri. 1 yildan beri a'zosiz. Oxirgi o'qigan kitobingizni aytib bera olasizmi? Oxirgi o'qigan kitobim Pirimqul Qodirovning Ona Lochin vidosi asarini mutolaa qildim. Bu sizga yoqdimi? Juda ham yoqdi. Sizga esdalik sifatida kutubxonamiz nomidan kitob taqdim etamiz. Bo'sh vaqtingizda mutolaa qilasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Tohirova Mushtariy Muhammad Yusuf ijod maktabi o'quvchisiman. Kutubxonamizga qanchadan beri a'zosiz? Ayam bilan kelgandim. Ayam bilan taxminan 2 yildan beri. Kutubxonamiz sizga yoqadi? Ha, yoqadi. Oxirgi marta o'qigan kitobingiz qaysi? Adabiyot muallimi Abdulla Qahhor. Xo'p, kutubxonamiz nomidan sizga arzimas esdalik kitob sovg'a qilamiz. Bo'sh vaqtingizda mutolaa qilasiz. Rahmat.